Bu o'sha. Oilamga azob berding. Endi hammasiga nuqta qo'yamiz. Endi 50 yil nimani ichimdan o'tkazganimni tushunib yetgandirsan. Sen ham men qilgan qarorni qilyapsan. Men senga o'xshamayman. Ko'ramiz. Qani oldimga chiq, qo'rqoq. Bir narsada haq eding. Endi hammasiga nuqta qo'yiladi. Nega yolg'izsan? Do'stlaring qayerda qoldi? Ular seni to'xtatishga urinishdi, to'g'rimi? Lekin ularga quloq solmading. G'azabing bunga imkon bermadi. Qanday qahramon qasos olish ilinjida o'z do'stlarini tashlab qo'yishi mumkin? Oilangga quloq solmading. Oilam haqida gapirishni xayolingga ham keltirma. Ularga g'amxo'rlik qilasan deb o'ylovdim. Ayniqsa anavinga. Ismi nima edi? Tom. Qani bo'la qol, yakuniga yetkaz. Nimani kutib turibsan? Qani bo'l. Men shu yerdaman. Og'riq sabab kim ekaningni unutib qo'ymading. Shu yerdan. Bu aslida men emasman. Nimalar qilyapsan? Sen yutding. Qasos olmaysanmi? Qasos payti g'oliblar bo'lmaydi. Oho. Bu yulduzlarga bir qara. Ular xuddi olmosga o'xshaydi. So'nggi marta shu kabi yulduzlar ostida o'tirganimda Mariya bilan edim. Bu og'riqni uzoq vaqt his qildim. Faqat uni eslayman. Uzun tirnoqni yo'qotganimda menda ham shunday bo'lgan. Og'riq oxiri seni tark etganmi? Yo'q. Lekin bir kuni og'riqdan-da qudratliroq tuyg'u borligini o'rgandim. Bir-birimizga bo'lgan mehr oqibatimiz. Shu tuyg'u seni yashashga undaydi. Balki Mariya endi yo'qdir, lekin unga bo'lgan mehring umuman o'zgarmaydi. Yulduz yo'q bo'lib ketsa ham, nuri bizga yetib kelaveradi.
Bu tartibsizlikka men aybdorman. G'azab ko'zimni ko'r qilibdi. Men o'ylagandimki, menda tanlov imkoni yo'q deb o'ylagandim. Tanlov imkoni doim bo'ladi. Lekin to'g'ri tanlov qilish oson ish emas. Yana bir saboq chiqadi. Biror xatolikka yo'l qo'ysang, buni yolg'iz o'zing tuzata olmaysan. Tushunarlimi? Bizga tezlik kerak. Yana hikmatli gaping bo'lsa, o'zingda qolsin. To'g'ri aytding. Yangi tipratikan. Bu hammaga yoqib tushadi.